Ishonchli kuponlarni qayerdan olishni bilmayapsizmi? Unda bu videorolik siz uchun. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Qalaysizlar, zo'rmisizlar, charchamabsizlarmi, joninglar omonmi? Tak, bugun sizlar bilan bukmakerskiy kontoralarga to'g'ri kupon terishni ko'rib chiqamiz. O'tish ehtimoli iloji boricha 70-80% bo'lgan kuponlarni olishga harakat qilamiz. Maksimalniy o'tish ehtimoli baland bo'lgan kuponlarni terishga harakat qilamiz. Xo'sh, agar kimga shunaqa kuponlar qiziq bo'lsa, o'la YouTube kanali shapka qismida Telegram kanalimiz mavjud. O'tib obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Har kun shu yerda bepul kuponlar tashlab boriladi. Bugun iloji boricha o'tish ehtimoli baland bo'lgan kuponlarni olishga harakat qilamiz. Bugun 1, 2, 3, 4 ta o'yin bor. Asosiy o'yinlar bugun kamroq, shuning hisobiga qaysi pastroq bo'lishi mumkin, lekin o'tadigan qilib tuzishga harakat qilamiz. Videomiz yoqsa bitta like bosib qo'yasizlar. Tak, birinchi boshlanadi Brighton bilan Bournemouth o'yini. Kiramiz. Bularning o'yinida bugun soat 23:00 da bo'lib o'tadi. Brighton g'alabasiga 1.9 koeffitsient berib qo'ygan. Bournemouthni g'alabasiga bo'lsa 4 koeffitsient berib qo'ygan. Xo'sh, biz hozir nimani olamiz? Xo'sh, mana bosib statistikasiga qarab olamiz bitta. Последний игры. Xo'sh, o'zi общий hisobda bular o'yinida kamdan kam holatlarda 4 ta gol bo'lgan, qaranglar. 4 ta gol bo'lmagan ham pashti. Bittasida bo'lgan. Xo'sh, Newcastle bilan United bilan Bournemouth o'yinida 7 ta gol, 5 ta gol, 5 ta Bournemouthning g'alabalari gollar hisobi ko'proq. Tak, hozir biz nima qilamiz endi? Bournemouthlik gollar hisobi ko'proq Brightonga qaraganda. Totalda olamiz, total общий bir o'yinda qancha gol bo'ladi? Tak, mana 3.5 gol bo'lmaydi. Mana shuni bosamiz 1.6 koeffitsient. Chunki kamdan kam holatlarda bularning o'yinida shunday vaziyat bo'lgan. Gollar kam. 3.5 gol bo'lmaydi. Ya'ni 4 gol, 3 gol bo'lsa ham kupon o'tadi, 4 bo'lsa lekin o'tmay qoladi. 3 gol, 4.5 gol, 3.5 gol oldik. 4 gol bo'lish kam. Ehtimol bo'lish ehtimoli kam, shu hisobga kuponning o'tish ehtimoli yuqori bo'ladi. Tak, bu oldik kuponni. Tak, total kupon olindi. Chiqamiz. Elchi bilan Sevilla o'yini. Elchi bilan Sevilla o'yini statistikasini bir ko'rib chiqamiz buni ham. Tak, последний игры. Bilan o'yini. Elchining g'alabasi 1. Bir marta g'alaba qozongan Elchi Sevillacha. Sevillani bosamiz. Sevilla 1-2. Sevilla bu ham bitta g'alaba. Tak, endi hozir olamiz. Sevillaning o'yinidan burchak to'p olamiz. Eng zo'ri shu, burchak to'p birinchi taymda 5.5 burchak to'p bo'lmaydi. Ya'ni 6 ta burchak to'p bo'lmasa kuponimiz o'tadi. Bu bo'lish ehtimoli kam. Kupon 100% o'tadi. Tak, keyingisi Cremonese bilan Verona bir o'yiniga o'tamiz. Ularga koeffitsient почти teng, statistikasini ko'rib olamiz. Statistikasi bunda ham g'alaba kam. G'alaba yo'q hisobi. Вообще yutmagan. Veronani ko'ramiz. Verona 2 bu ham g'alabasi yo'q. Endi bunda nima qilamiz hozir? Bularning o'yinidagi gol kam bo'lishi mumkin. Shuning hisobiga pastdan hozir mana zaxiradan tushgan o'yinchi gol uradi. Qachon zaxiradan o'yinchi tushiradi? Gol vaziyat kam bo'lsa, ikkinchi taymning oxirrog'ida ko'p tushiradi. Mana shunday zaxiradan o'yinchi, asosiy o'yinchilarni shuning hisobiga endi gol bo'lish ehtimoli kam bo'ladi. Shuning hisobiga yo'q olamiz. 1.49 koeffitsient terdik. Endi chiqamiz oxirgisi Lazio bilan Como. Bu o'yinidan tak, bular ham koeffitsient bir xil. Koeffitsient o'zi bukmakerskiy kontoralar shuni ko'rib, kontrol qilib hammasi joylaydi. O'zi koeffitsient tengmi? Kontrolni o'zi ham o'zi ikkilanadi. Qaranglar, mana qaysi bir yutishi noma'lum bunda. Prognoz o'zi yutishiga tiksak xato qilamiz. Chunki ikkalasi ham o'ynash nimasi bir xil. Shuning hisobiga biz o'tadigan terishimiz kerak. Pastdan hozir tak, mana bittasi mana shu yerda hozir. Ko'pchilik pastdagi nimalarga e'tibor bermaydi, lekin pastda ham zo'r nimalar bor, shulardan terib olsa bo'ladi. Tak. Hech bo'lmaganda bitta jamoa uradi. Yo'q, buni olsak bo'lmaydi. Tak. Hozir mana shu yerda hozir. To'p darvozaga kiradi, lekin gol hisoblanmaydi degani bor.
Shuni olishimiz kerak. Bunda koeffitsient bunda berilmaganmi deyman-da bular. Yo'q, bunda berilmagan. Bilan o'yindan shunda hozir biz nimani olishimiz kerak? Darvoza tomon aniq zarbalar. Shuni ko'rib chiqamiz hozir. Sariq kartochka. Aniq zarba, darvoza tomon aniq zarba. 4.5. Darvoza tomon aniq zarba birinchi taymda. 3 dan ko'p. Ruvalda koeffitsient 3 yo'q, 3.5 4. Darvoza tomon aniq zarba 3 dan ko'p, 3.5 dan ko'p. Xo'sh. Bu yerda hozir biza общий hisobda ikkala jamoa tomonidan birinchi taymda 3 ta darvoza tomon aniq zarba bo'lishi kerak. Tak, 4 ta yo'q olsak. Xo'sh, bunda prognoz qilamizki 3.5 dan ko'p deb bo'lsak, darvoza tomon aniq zarba. Yo'q, 4 ta gol darvoza tomon aniq zarba bo'lmaydi birinchi taymda. Chunki hamma kuch-quvvatini ikkinchi taymga qo'yadi. Shuning hisobiga darvoza tomon aniq zarba 4 tadan kam bo'ladi. Mana terib oldik o'g'lar. Keyin kupon ustiga bosamiz. Mana kuponlarimiz, tergan kuponlarimiz mana shu yerdan chiqib keladi. Brighton Bortmund o'yinida total 3.5 yo'q. Elche Sevilla total 5.5 yo'q. Kremi bilan Verona zaxiradan maydonga tushgan o'yinchi gol uradi yo'q. Unda tak keyin Lazio bilan Como total 4 nimani darvoza tomon aniq zarbalar birinchi taymda totali 4 ta aniq zarba bo'lmaydiga oldik. Mana koeffitsiyentimiz 5.197 koeffitsiyent. Bemalol mana shunga ishonib suyan aniq prognoz qildik. O'tish ehtimoli lekin 80-90% mana shu kuponni. Bugun kechki o'yin bo'ladi, ertaga Telegram kanaliga isbot bilan tashlayman, ko'rasizlar. Kuponimiz katta ehtimol bilan o'tadi. Agar kimga shunaqa qiziqarli kuponlar qiziq bo'lsa, o'g'lar, YouTube kanali shapka qismida Telegram kanalimiz silkasi joylashtirilgan, o'tib obuna bo'lib qo'ysalar bo'ladi. Telegram kanalimizda har kuni mana shunaqa koeffitsient yuqori bo'lgan, o'tish ehtimoli ham yuqori bo'lgan kuponlar tashlab olinadi. Yo'qsa olib stavka qilib olishinglar bo'ladi sizlar.